Assalomu alaykum, bizni kuzatib turadigan Buxoromiz hunarmandlari. Biz hozir ayni damda Buxoro shahridagi eski shahar hududida 2-kompil tog' telefakfurushon hujralaridan biridamiz. Mana hozir siz ko'rib turgan shu mahsulotlar Qurbonov Anvarjonning o'z qo'llari bilan yasagan mehnat mahsullari. O'zimizning ichki va tashqi bozorda keladigan turistlarni lol qoldirib kelmoqda. Ijodkori ham, buni yaratganlar ham buxorolik ustalar. Master class, ya'ni ish jarayonini ko'rib bo'lyapsizlar. Bu juda bir nozik did bilan yasaladigan bir naqsh turi. Yasashda necha kun vaqt ketadi sizda? 2-3 oy vaqt ketadi. 2-3 oy. 2-3 oyda endi narxi qiziq. Mana shu tovar o'zimizda va chet elda bo'lsa qanchada baholanadi va sotiladi? 6-7 millionga sotiladi. Shuni narxi borasida yasalishi, farzandni shu kasbga qo'ymoqchi bo'lsa, bizga quyidagi raqamlardan murojaat qilishingizni so'raymiz. Buxoro shu shahrini restavratsiya qilish davrida bir qadimiy pichoq topilgan. Bu pichoqning sopi mana shu naqsh bilan, mana shu uymakorlik naqsh bilan bezak berilgan. Shundan xulosa qilish mumkinki, bu hunar, bu kasbga 3000 yildan ham ziyod bo'lgan. 3000 yil oldin ota-bobolarimiz xuddi shunday did bilan geometrik shakllarda gul berib naqsh qo'ygan bir davrning bir vaqtida ayrim davlatlarda holi sivilizatsiya rivojlanish bo'lmagan. Biz ota-bobolarimizdan faxrlanishimiz kerak. Buxoro shuning uchun aytiladi. Samarqand sayqali ruyi zamin has, Buxoro qubbatul islomiddin has.